Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklari şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash Yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklari shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qarang, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatni bilish kerak. Qandaq deysa? Qarang. Nazifa markasdagi qochquvchilar azam emasdi. Sog'lomlikdan muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochquvchilari, yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'at qiling. Ular xushal bo'lsin. Han sog'lom bo'lsin. Umid ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirilsin. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pillari. Sizlar ham keldingmi? Nima bo'ldi? Rash bo'ldimi? Dadang doktorxonada. Ha? Bugun sening telefoning faqat elinmaydi-ku. Nima? Doktorxonada? Dadam nima bo'ldi? Yiqilib tushdi. Hay, bugun sen bilan aloqalashib faqat bo'lmadi, nega bording? Hozirla boray. Ha, bo'ldi. Ha, doktorlarchi, hozir cho'ng xatlar yo'q ekan. 2 kun kuzatib ichkasanglar bo'ldi deydi. Hozir berib mishildab chiqlab dadangning aramini, ko'nglini yerim qilmag'ina bo'ldi. Ha, uningdan baqo, sen balning cho'ng bo'lgan ekan, men igolib men ufqangning ishini bir so'rg'ina. Nima bo'lsa, yana urushdingmi? Ha? Birga satan qilinglar. Voy, nima bo'lsa? Sen bek aldirashamasmiding? Shuni qilaman, ammo alashma. Qaysa dedi. Ochchig'ingizni besiylang, ikkitasizlikdan ashta bo'lib qoldi. Voy, bo'ldi bolam. Siz nima jim o'tiring? Ha, bular so'qishdi. Ha. Ha, urusha. Nima qaraysan? Ha? Nima qaraysan? Ko'zingni qulam tiqatmaydi-ku, men sana qo'yay. Bo'ldi, xislat. Ya, cho'ng-cho'ng'an, ya kichikcha. Bu uyda. Sizlardan faqat kayfiyat yaxshi emas, nima bo'lgan bu? Xislat. Hay. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Hay, telefon qilsam olmaysan-ku. Voy, ish nima? Yetish bo'lmadi deb aytgandek. Hay, men qara. Kayfiyating chiroying chiqib ketibdi. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Men degna bular. Voy, ishim bo'lmadi. Amsa, lekin o'zimcha bir xil tuyuqsiz bir xil bo'lib qoldim. Voy, degna adam jiddiylashtirmay. Qara. Polat qibrash bo'ptimi? Voy, yo'q. Nima bo'ldimsa? Tuyuqsiz uni ko'rsam jiddiylashtirgan bo'lib qoldim, qara. Yurakka o't tutashdi degina. Biletdim men seni shunday qilsam. Hey, xislat. Sen jo'qara kallangni ishlatib ish qil. Ilm yishing natijaga bordi o'ylab baqa. Kechki ishim deydi ekansan. Ey, qerding hamda 30 yoshdan oshding. O'zingni o'ylab qo'y, dadangni o'ylab qo'y, qara. Hey, Polatning nari bo'lmaydi. Shundoq kelishgan, kasbchan, puldor yigitgan-ku.
Undaq yaxshi nomzodsan ham chiqmaydi jumu. Yaxshi o'ylab qo'y. Bo'landa? Bekka sho'p ketdi, men mangdim hamsa. Jumu. Hey do'st, Xizmat. Dadang telefon urib qo'y. Doktorxonaga berib qo'y. Men opamni tinchitib o'taman. Bir qillarni ishlatib ish qilar. Ha, bildim. Jumu. Qo'y. Uf. Kimsiniz? Po'latni izlab kelgan. Po'latni? Qaysi Po'latni? Hey, shirkatinglarda qancha Po'lat batdi? Nima? Po'lat direktorni izlayman. Ha, Po'lat direktorni izlamsiz. Bir ishingiz bormi? Oldin kelishib qo'yganmidingiz? Yo'q, telefon ber, ha. Vay, Po'lat direktormi? Bir sizni izlab kelibdi-ku, hozir zalda saqlab o'tdi. Ha, ma'qul. Siz kim bo'lsiz kim? O'tiraman. Yaxshimi Po'lat direktor? Ha. Men xislatning navratisi. Ma'qul. Mishni saqlay, ya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz xislatning navratisizmi? To'g'ri. Qahvaxona joy. Qizim xislat. Ha, yaxshi. Doktor hech qancha cho'ng chatoq yo'q deydi bola. Ha, ansirmang. Men meyli tushdan keyingacha yotoqdan chiqib ketaman. Ha? Ha, ma'qul. Nima? Remote taq uchun 30 ming yen to'landi ekansan? Apa, u degan import mashina remote taqqa albatta qimmat bo'ladi. Shu u mashina remote taqqini yerimini bizning Jurat direktor, yerimini Qaysar akam ko'tirgan bo'ldi. Taxi Jurat direktor o'zining mashinasini o'zi yozdi ekan. Bu 20-15 ming koy degan gap. Akam tek doktorxonada tursa, hey, sende buncha olacak pul yo'qdi? Menda nerede turib unchola pul olsan? Hey, pulan yo'q adam nima ish qilsa haqning mashinasini haydab? Haydimsan bo'lmadi shu haqning mashinasini. Qanday qilsamdi? Tog'amga damsa? Tog'amga demsa qanday qaytirdi u pulni? Shundami apa? Shu, qanday qilamiz apa endi? Kızım Berna, ne buldunuz? Yakından beri tas bir aram görünüyorsunuz o. Cesur 2 günden bu yan doktorxonadan uyga qaytmadi emasmi o? Shundami ki? Dada, Cesur'un onda çıkışıksam sana bulmamdı. Kızım, ben ondan çıksam mı diyeyim? Özüne ait qattiq işlerdi da. Bunun üstüge bu ilmi makal yazımın da bekle aldıraş. Oy, ben işkım anay. Sırtam kın yavrum. Hey, dada! Dada! Bunda aldıraş deganni nima aytmaydi?
direktor. Kechik qoldim. Akşam yaxshi uxlayapmidingizmi? Yaxshi uxladim. Men faqat yaxshi uxlayapman. Jurum. Ishxonaga ketishing. Nima qarab tursiz? Kira. Kira. Nimaga gapim tugmay turib qichqisiz? Tushdan burun soat 10 da tashviqot bo'limida yig'in bor. Allaqachon 2 qatim loyiha tuzildi. Buning o'ylashib natija chiqarish kerak, direktor. Bo'ldi. Gapni burmaga atila. Bo'ldi. Hozirdan boshlab yig'in boshlig'i chimni avar qilmang. Men menga yig'in plan to'g'risida loyiha tuzolay. Ma'qul. Yiligarli. U pek yiligar. Sagak to'g'im xislat. Amma? Ha? Oy xislatma. Yaxshim balam. Voy jinim balam. Ma Qaysarga hozir pul bak jiddiy lozim. Ha. Voy shu remote taqiq 15 ming yuan to'laydi ekan. Sen bir yordam qilsang bo'ladi. Xutum, mening shu beshim baqqatdi. Lekin menda nada pul bo'lsin? Menmi qarz to'layapsam? Ish qilib baqo balam. Sizlar degan qarindosh, bir-biringlarga yar yo'lak bo'lmasanglar bo'lmaydi. Yordam qilamsa, qilmamsa, o'zing yaxshiroq o'ylashasizmi? Ha, bo'ldi. Vay. Ha, Jasur. Hay shu. Mush Qaysarning ishini deb telefon qilmamdim. Uningga bak jiddiy pul lozim. Shu remote haqqini to'lamasa bo'lmaydi ekan. Nima deyapsan? Sen oqsi bo'lgandan keyin bir yordam qil endi. Sen deb qo'y. Mening unda jidal xo'p bergan pulim yo'q. O o'zi tergan ish bo'lgandan keyin o'zi bir taraf qilsin. Voy balam. Voy dunyolikda aralli 3 qarindosh qilsizlar. Ha, mushunaq ish yuz berganda sen oqsi bo'lganga yordam qilmasang qandoq bo'ldi? Bo'pti. Yordam qilamsa, qilmamsa o'zingning ixtiyori, qarindosh seninki. Ha, xo'sh, o'lish baqasa umdaroq. Yarmas. Ayrjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayrjump. Qalg'ach markalik sopun parashugi vaqtida erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirmang. Qalg'ach markalik sopun parashugi. Men Dilkan xalqaro so'z cheklash shirkati tajdorligini olgan Ota arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qaysar aka. Bu ne qilamiz? Bu mashinada yiqqan ozg'ini pul. Azosim ishiltib turing.
Rahmat Ra'no. Lekin bu pulni olamayman. Kechir. Bu nimliginiz? Men bir o'g'il olib turib, chapa topgan pulni o'zi olsam, qamnishamda. Qaysar aka, hozir bu gapdan o'ylashdan vaqt emas. Ra'no! Ey Ra'no! Direktor, шығын bağladınız mı? Siz oturuyorum. Özlem diyorum. Yeter. Doktor aka. Alım aka. Tinchlikmi? Qanday, yaxshimi aka? Xeyli yaxshi. Bir o'qil bilanla og'riq to'xtab qoldi qara. Shundami? Shu bugun bir chiqib ketaymikin degandim, ichim siqilib yotgandan. Uyingizga kelmadimi? Kichik sho'g'andikan bolalarni kammanglar degandim. Hammasi oldirash emasmi? Uydagilar kelsa yaxshi bo'ldi aka. Qo'shnim, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Qo'shnim tinchlikmi? Yaxshi, yaxshi. Bu yerda yursiz-ku, mijozingiz yo'qmi? Belim og'rib ketib, qarang tunugin kirgandim. Hozir endi chiqib ketay deb turyaptim. Uxlamay qattiq emasmi? O'zingiz-chi bu yerda yursiz-ku? Bizningmi bir tuqqanlar mishada yetib qolgan, shuni yo'qlab kelib edim. Tuqqan bo'lsam, burroq yo'qlab kelarkanman. Ya, o kichik ishlar yo'qlamasanlar bo'ldi. Hozir chiqib ketaman deb turyaptim. Ha, hozir chiqamsiz? Ha, unda xus uyga chiqqanda yo'qlab kiraman. Ha, rahmat. Ma'qul. Men kirib chiqay. Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul amsa. Qo'shnimiz o'ldi. Bu tekshirishning natijasi chiqqan aka. Shu uydagilar bo'z bo'lamiki deb o'ylaganman. Bu balla kashti tushdi danga ashtin. Ukam, qanday gap bo'lsa o'zingil davring ha? Turamsiz, chiqim qarab. Gaplar. Men demisem hamam deb qo'yganda aqchan. Shu avaylama shunda bo'ldi. Hep Qaysar. Qachongacha mushta ish terib yurasiz sen? Shu aka mushta ish terib yurmaydigachga mushta bo'lib qoldi shu. Men qasdan qilsam, bo'ldi qani. Qanday qaydigan to'g'ri mashinada? O'ltirib qaydigan. Bir qo'ysam. Aka. Bo'ldi qani. Sen bo'lsa to'xta qilmoqdan menga. Men qasdan qilsam mushni. Taqqalsizchimi sen? Tek baqirashlarında örgüley. Tek o'ltirib aytdim deb qo'y. Ala. Yanında basmış kimin koyken. Işık tuttu. Bana sadiqi begidin mi bu? Ha? Hey! Hükümet müçe bana ayda bir katı maaş verdi o. Qara gipini. Ma'qul. Unda o sende sorumsam mı bula? Özlerinin işini özel bir taraf bulay. Yamın kez turm yatana şu bo'ldi. Voy. Bana tani gap qo'ytam sen? Ma'qul. Bana chiqib yotaman da olsa. Hey. Akım sendek olamda? Akam o'g'ashqam shab o'tiratim men. Ma'qul aka. Özlerinin işini özel bir taraf bulayım sen. Sizler aralashmanglar, ma'qul. İşini qilay. Hey. Ay. Qara bu yo'g'onchiligim qara. Sen bo'lsang bir hadab qo'ysang bo'lmamdi deyman. Bu hada qachongacha bo'lsa ish terib yurdi bu. Cho'p-cho'ng bo'lib qoldi. Sen, bu pulni sen berib qo'y. Men doktorxonaga berib kelay. Dadamni qachon borsa? Ben yarım saatlab ruxsat so'rab chiqqandim. Ishdan tushiblam ondan boray. Nima qilamsan?
Aka, doktorxonadan chiqaman deb o'tardingiz, bu yerda o'tirsizmi? Birdam o'tadi. Bir ish bo'ldimi? Yo'q. Hech ish yo'q. Bu qanday sizga? Ayşem, bu ishni mening bolalarim hargiz Siz bolalarim o'qimasin demoqchimi? Hech bo'lmaganda cho'ng o'g'lingiz bo'lsin o'qish kerak. Cho'ngroq doktorxonaga olib davolashsa, cho'qim saqayib ketasiz. Siz hamma ishni ishingizga yutib yuravermoqchimi? Bolalarga cho'qim aytish kerak, ular bilish kerak. Yo'q. Ayşem, sizdan o'tinib qolay. Bu ishni bolalarim hargiz o'qib hech bo'lmaganda hozir o'qimay tursin. Bo'lamdi. Alinka, sizning yeshingizmi bir yak berib qoldi. Siz hozir kutinishga, beqinishga muhtojsiz. Ayşem, agar ko'nglingizga kelmasa meni birdam yolg'iz qo'ysangiz bo'pti-ku. Biroq Alinka, bo'ldi. Boshqa gap qilmang. Mening ko'nglim hozir yolg'izlikdan boshqani tatmayapti. Birdam o'tasam yaxshi bo'lib qolmaydi. Ma'qul. Amsa har qanday gaplaringizni mendan yo'shirmay aytavering. Meni o'z qarindishingizdek ko'ringchi-mi? Albatta. Ma'qul. Men mangay. Can, direktor. Kelganmisiz? Can, kechikishimizda qo'rqib Siz qancha voy. Asta kalampayla qilmay ishlar. Bular akam saqlab qoldi. Aqama qatsig'im qarab boqay. Şu koyutkensa bunu ya. Yo'q, neynetim yo'q. Apa, Perizat. Tag'in doktorxonadan chiqibdi. Nima? Akam doktorxonadan chiqibdi deydi. Voy aka, ajab aldirib qaytib kelsan-ku. Inib keldim uka. Avayla. Voy bola. Voy bana, sağ kazanlık qarab ketmişsin. Aka, ajab baldırlı qaytib kelyapsan-ku. Voy uka. Cho'ng ish bo'lmagandikan, hammalani avar qilmay dedim-ku. Doktor nim deydi? Natijasi qanday chiqdi? Tekshirdi. Tekshirib, hech qancha cho'ng ish yo'q. Uyga chiqib dam ol. Deb birmuncha dori berdi, shuni ichdi ekanman. Anam bo'lsa. Endi xotirjam bo'ldim. Aka, sen aram ep turgan, men tamoqni pishirib chiqay, ya? Qaysar ko'rinmaydi, ukam. Qaysarchu yana ish terib, aka. Yana ish terdim ha. Bu qatim qizchu tek 15.000 degina. Ha? Nima 15.000? Shu Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.
Aşo cheksizliklar ichida huzur tugusida atganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tugusida atganchayi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv semirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşuti vatan erkin çıkarıyorsun. Voy nimani? Kirnan. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnümün tikini bürge, güzel dur yüzü de dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini bürge, güzel dur yüzüne dal bulsun ay. Kısmetler hemmige uğraşta kıyın, özgermez hakikat hayat ve kısmetler hemmige o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxit qanoat, esingdan ketmasin shu oddiy savol. Kısmetler hemmige o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxit qanoat, esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.